Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz sizlar bilan somsa tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 2 kosa un, 1 piyola qaymoq, 1 ta tuxum, 200 gram sariyog' kerak bo'ladi. Men masalliqlarni taxminan o'lchayman, kalkulyatsiya bilan hech qachon foydalanmayman. Agar sizlar hammasini o'lchab ishlaydigan bo'lsangizlar, bilingki, sizlar idealniy odamsizlar. Uydagiday hammasini birga aralashtirib, chiroyli xamir tayyorlaymiz. Ifat serialiga keladigan bo'lsak, 45 qismi hozirgi kungacha chiqdi. Juda ham qiziqarli bo'lib kelyapti. Aktyorlar ham o'z o'yinlarini juda ham a'lo darajada o'ynagan. Bu serial menga Fatmagul serialini esimga tushiradi. Turkcha g'oyasi shu serialdan olgan bo'lsa kerak. Yaxshimisan Shirin? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir shoshma, qaysi birini senga olgandim? Mana bunisi senga. Rahmat. Arzimaydi. Senga yoqdimi? Rahmat begim. Kamron, Labi. uyga kirmaysanmi? Yo'q. Haligi men keta qolay. Kirsang-chi. Kech bo'lmasa oyim bilan salomlashib ket. Boshqa payt kelaman-a. Haligi menga ishim bo'lmasa uyga ketaman. Mayli, yaxshi bor. Oyim uydamilar? Ha, uydalar. Yaxshi. Xamirimizni 3ga bo'lib olamiz va rogaliki tayyorlagandek kesib olamiz. Qiymamiz hamma somsalarga solinadiganday go'sht, piyoz, tabga ko'ra tuz, zira, murchdan foydalandim. Chiroyli mitti somsalarimizni listga joylab, tuxum artib, chiroyli qilib qizarguncha pishirib olamiz. Taxminan 30-35 daqiqada. Bekzod bilan Zarifa haqida kommentariyaga yozib ketsangizlar bo'ladi. Yoqimli ishtaha, sog' omon bo'ling.